Prezidentimiz tashabbusi bilan ilgari surilgan Dolzarb 90 kunlik dasturi ta'limning barcha bosqichlari uchun zamonaviy yondashuvlar, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda xayrli qadam bo'ldi. Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti bu borada yangicha tashabbuslar yo'lga qo'yilib, nafaqat talabalar, maktab o'quvchilari, shuningdek uyushmagan yoshlar ham tajribalarini boyitib, kasb hunar o'rganishmoqda. Hozir shu haqda Dolzarb 90 kunlik dasturi barcha yoshlar uchun chindan ham bilim va ko'nikmalarni oshirish maydoni bo'lmoqda. 9 ta xorijiy til o'qitiladigan Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari institutida 2,5 mingdan ortiq talaba tahsil oladi. Dastur doirasida 30 dan ortiq to'garaklar yo'lga qo'yilib, bu nafaqat talabalar, hududdagi maktab o'quvchilari hamda uyushmagan yoshlarga qo'l kelyapti. To'raqo'rg'on tumani ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchisiman. Bugungi kundagi yozgi ta'til biz uchun juda ham maroqli o'tmoqda. Ta'til kunlarida vaqtimni nemis tiliga bag'ishlab, nemis tili o'rganmoqdaman. 100 dan ortiq yoshlar mavjud. Ular orasida abituriyentlar ham bor, talabalar ham bor, uyushmagan yoshlar ham bor. Bepul darslar orqali biz nemis tilini mukammal o'rganmoqdamiz. Institutning barcha auditoriyalari o'z kelajagi yo'lida intilayotgan yoshlar bilan gavjum. Ayniqsa xorijiy til o'qitish, yosh adabiyotshnoslarning teatr namoyishlari, shaxmat shashka, rassomchilik, zakovat intellektual o'yini, adib bilan uchrashuv loyihalari a'zolari soni kun sayin ko'paymoqda. Shuningdek, turli interaktiv mashg'ulotlar orqali yoshlarning kitobxonligi kuchaytirilyapti. Biz institutimizda talantlar sinergiyasi laboratoriyasini tashkil qilganmiz va ushbu laboratoriyamiz a'zolari bilan birgalikda Dolzarb 90 kun doirasida kitobxonani kitobxon bola loyihasini amalga oshiryapmiz. Ushbu loyihamiz doirasida art mediatsiya, shuningdek pol o'yini, art terapiya kabi turli xil interaktiv mashg'ulotlarni mahalladagi ona va bolalar uchun, uyushmagan yoshlar uchun tashkil qilyapmiz. Bizning asosiy maqsadimiz aholi orasida kitobxonlikka targ'ibotni oshirish, kengaytirish va ularni turli xil ko'ngilochar mashg'ulotlar bilan vaqtlarini mazmunli o'tkazishga hissa qo'shish. Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda jismoniy mashg'ulotlarning o'rni katta. Institutda ushbu jihatga ham alohida e'tibor qaratilib, sportning 9 ta turi bo'yicha to'garaklar va shuningdek musobaqalar o'tkazilyapti. Dolzarb 90 kun bu prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan eng muhim va tashabbuskor loyihalardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugunga kelib Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari institutida yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni ijodiy, ma'naviy, intellektual salohiyatini yanada rivojlantirish uchun 30 ga yaqin bo'lgan to'garaklar bevosita talabalar uchun nafaqat, balki maktab yoshlari hamda atrofimizdagi mahalla yoshlari uchun ham beminnat xizmat qilmoqda. Ko'rib turganingizdek, mana shu sport majmuasi yoshlarimiz uchun tun-u kun xizmatda. Dolzarb 90 kunlik dasturi doirasida o'quvchi yoshlar uchun muhim bo'lgan to'garaklarga qo'shimcha ularning bandligiga ham ko'maklashish maqsad qilingan. Ya'ni til o'rgatish, bir necha hunarmandchilik yo'nalishlaridagi o'g'il-qizlar 3 oy ichida malaka va tajribaga ega bo'lib, o'zi istagan joyda bemalol ish faoliyatini yuritadi.